O'rtoqlar, sizlar bizga ishonib topshirgan yuklaringlar Xitoydan O'zbekistonga yetib keldi desak ham bo'ladi. Chunki siz bu yuklarni Best Logistics korxonasiga topshirgansiz. Va biz har doim o'zimizning mijozimizga bergan va'damizdan ustidan chiqishga odatlanganmiz. Biz sizga 18 kundan 25 kungacha Xitoydan yukingiz O'zbekiston keladi dedik. Ishoning. Demak, ular 18 kundan 25 kungacha bo'lgan muddatda yetib keladi. Biz reklamalarimizda yuklarni $190 Kubasiga olib kelamiz dedikmi? Demak, biz yuklarni $190 boshlab olib kelamiz. Va bu hech qanaqa yolg'on yoki sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun olingan reklama roliki emas, balki 100% haqiqat. Ko'p videolarda ta'kidlab o'tganimizdek, hattoki bizning rahbarimiz Oyatulloh aka Xitoyda turib yuklarni bittalab ortilish jarayonigacha kuzatadilar va buni hammasini biza yaxshi ko'rgan mijozlarimiz uchun va ularni bizga bergan ishonchini oqlash uchun qilinadi. Agar siz ham o'zingizni Best Logistics bilan hamkorligingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, birinchi buyurtmani bugun olib bering. Ishoning, biz sizning ishonchingizni 100% oqlaymiz.